Yo ovqatni istaymi? Bo'l, olib kelaqa. Oyi, osh sistem. Pomidor bodring yo'q ekan, mana shuni ochinglar. Voy baraka topgur, 2 hafta bo'lgani yo'q uni yopganimga. Sal tursin, qor yog'sin, qish bo'lsin. Qishda nimani yeymiz, sani yeymizmi? Baraka topgur. Bitta ochinglar, nima qildi? Joyiga qo'yib qo'y. Hop. Oyi, mana shu murabboni ochaylik. Baraka topgur, bankani tinch qo'ygin. Xolodilnikda nechta istalgan ovqat turibdi, o'shani yeylar. Yugurasanlar bankaga yopishasanlar, yugurasanlar bankaga yopishasanlar. Sal qor yog'sin, qish ketsin, baraka topgur. Oyi, yeylik, iltimos, rosa yegim kelyapti. Yangi yilda ochamiz, qo'y joyiga. Uyusu bo'pti. Yo'q. Echamas. Joyiga qo'y dedim. Onam oyi. Menga qaranglar, mehmon kelib qoldi. Ana bankani ochinglar, san ekranni och tur, murabboni och tur, dada, soklik deb och bering. Qattiqda ochilmaydi. Hech kim hech narsani ochmaydi. Nimaga? Biz uni qishda yangi yilda ochamiz. Endi yopganimiz 2 hafta bo'ldi. Dadasi chinimsiz to'p qilib mehmonga qanaqasiga nima deyapsiz? Nima ochaman? Biz bo'ling turing. Mehmonlaring qishda yangi yilda kelganda o'shanda ochib beramiz. Hozir borini yeb turib chiqarsin. Dadasi, men ularga nima deyman? Men o'zim tushuntiraman. Shunaqa meni. Assalomu alaykum mehmonlar. Yaxshi keldinglarmi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Uzra, murabbolarda ocholmaydigan bo'lib qoldik. Qishda kelsanglar, xudo xolasa sizlarni murabbo, haligi sho'rbodiring hamda ikralar bilan mehmon qilamiz. Chunki endi 2 haftagina bo'ldi-da uni yopganimizga. To'g'rimi Zahra? Ha? Xudo xolasa kelsanglar sizlarni o'shanda yangida mehmon qilamiz. Hozircha borini baham ko'rib turasizlar. Sizlar ham bolalaringlardan qizg'anyapsizlarmi? Bankalarni